Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi shu trenddagi Taroqboson darvozamiz Andijon Paxtabodda bo'ldi. Joylarga ustunib yig'ib edik, ideal holatda. Xo'p, buni razmerlarga keladigan bo'lsak, yo'llari 375, bo'yiga ham 375 bo'lgan. Materiallarga keladigan bo'lsak, ikki yoni o'rlik brusdan 2,5lik stenada qilib berilgan. Taglariga rossiyskiy shiveller, listlari 2lik 2 qavatda bo'lgan. Qo'rg'a profillari 6 ga 4, 1,7 stenada bo'lgan. Doimgidek shu trenddagi Zuber zamok o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki ustunup xizmatlarimiz mutlaqo bepul.